Assalomu alaykum. YouTube'dagi tarmoqdagi kuzatuvchilarim, xudo xolasa sizlarga yana bir uy obyektini bitirdik, topshirjaqmiz endi, xudo xohlasa. Hozir polniy obzorat ko'rsatib beraman. Qani ketdi keza. Kirganingizdek, xudo xolasa. Gulli birinchi g'olib o'xshagan kafel kirganingizdan chiroyli. Keyin o'ng qo'lda bu yerda nima qo'yilgan, rakayna qo'l yuvish uchun. Aynalar ham, bular ham sensorli svetlari bitta yonib o'chadi. Berimiz foto dekorativniy nima qo'ydik, ana u panel. Max Decor panellaridan. Keyin banyamiz. Banyamiz ham polniy tayyor ishga tushdi. Girganingizdan bu yerdan baribir erkaklar baribir bilasiz, yuvib chiqqan bilan ham baribir saqqali aynaga qarab olinadi. Bulardan ham ayna mina ko'ring. Aynalar temperaturani ko'rsatadi, soati. Keyin ina bu novusi desangizlar, bu xudo xolasa nasi. Bu ayna isparение etmaydi. Ina bu svetlar yoqib o'chiradi ayna. Hamma narsani ustanovka qildik, xudo xolasa. Ariston ana yerda patolog avida vitishga bor elektronniy svet yoqqan vaqti sразу ulam ishlab ketaveradi. Banyamiz bu yerda faqat oq qora ishlangan. Kim yoqqan bo'lsa, bir like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Yana vitishga issiq platinsani qo'yib, natilaveradi, ya'ni quritilaveradi. Bu yerda kir mashina joylashgan. Kir mashinam hamma narsani planlashtirdik. O'zimiz polni hammasi bizlar qo'limizdan chiqdi. Ana yerda sovun qo'yadigan, yana bu dushovoy, perdasi ham qora, banya ham qora. Bu yerda faqat oq bilan qora ishlangan. Hamma narsa qora. Mana. Keyingisi xudo xolasa перехожкamiz. Перехожка bir. Yana shu patologi bilsangizlar, bu natijnoy emas. Natijnoy emas, bu orstiqlo, shisha bu. Orstiqlo narsa. Ina bu yerda 2 dona bira qo'yilgan. Bira qo'yilgan. Birani ham yoqib ko'rsatishim mumkin. Bu yerda yanadir. Ina bu yerga ayna qo'yilgan, чтобы kiyim-boshi kiyib, kelib aynaga qarab ko'rinib, ajoyib etib ketilaveradi. Bu ham sensorli svet yanadi. Bu yerga yangi orstiqlo qo'yilgan, patologimiz ha, orstiqlo. Natijnoy emas, adashmanglar. Bu yer giradigan koridorchamiz. Перехожка. Bu yerga garderob bo'ladi. Garderobda bilasizlar, shkafda baribir kiyim boshlar asilib turadi. Bu yerda kiyinib, bu aynaga qarab ko'chaga chiqib ketilaveradi. Keyin kuxnya. Kuxnyamiz ham tayyor. Hamma narsa tayyor turibdi. Mebellar ustanovka bo'lgan, mikrovolnovka kelib turibdi, na. Gaz plitalar ham ulangan, общий hammasi. Mebel ko'rishlaringiz mumkin. Mebel dim chiroyli chiqqanligi. Даже plisoslarni ham kelib turibdi, plisoslar. Ina bu yerda gaz uchotchik ina. Gaz uchotchik. Ina bu yerda теплый полый sistemasi. Ivanda balkon. Balkon konditsioneri shu yerga yana nega o'rnatildi. Balkonlar ham polniy kafel bo'lgan. Konditsioner zalga kirib turibdi. Endi shunday konditsioner apparatini shu yerga balkona reshotga o'rnatdilar. Uni ham zo'r plan bilan o'rnatdilar. Patologimizda lampochkani lyustra emas ina. Relsli nima qo'ydik? Kamera. Projektor. Vitishkalar ham zo'rundan qo'yilgan. Mebellar, lekin mebelda gap yo'q. Xolodilnik ham gap turibdi dash. Keyin spalnyamiz.
Ispanli shu oddiy kakatachenta обой bo'lgan. Patologlar lyustrasi. Endi zalimiz. Zalimizni videosini qo'ydim agar ko'rgan bo'lsangizlar. Hozir yana televizorlarni ustanovka qildik. Yana lampochkalari. Konditsioneri sho'ra o'rnattirdik yana. Konditsioner uchun ham rozetka qo'yilgan. Bir ramka. Yana bu fotobo'yi Humo Art galereyasi. Hazarasutdagi Humo Art degan jamoasi bor. Natijnoy patolog bilan shug'ullanadilar. Ularda fotobo'y ham bor. Xohlagan turingizda chiqarib beradilar. Bergan lyustrasi yana необычный lyustra. Bu yerda ustar kursi qo'yiladi. Ustar kursi qo'yiladi. Bella g'olib döşəladi. Televizor ham o'rnatdik. 120 lik televizor. Eshiklar ham rossiyskiy eshiklar. Eshiklarga gap yo'qlik. Kimga shunchaki remontga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha Xudo xohlasa, siz xohlagan dizayningizda, siz xohlagan shaklingizda nech xohlasangiz shunchaki qilib tuzatib beramiz remontini. Hamma narsasi qo'limizdan chiqadi. Santexniki, elektriki, patolog, gipsokardon, keyin laminat, stena, обой, xullas tayyor uyga giradigan tuzatib beramiz Xudo xohlasa. Kimga shu uyning chiroyisi remont yaqqan bo'lsa, bir like bosib, endi remont qilajak bo'lib turganlarga jo'natib qo'ying.